Assalomu alaykum, hurmatli rahbarlar, kasbdoshlar. Assalomu alaykum, urug' tuqqan qarindoshlar. Dilshod Roydindan, Muhammadjon Ro'saitdan, Amina Abdulladan sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Xalqimizning shu tutmas, tugmas, kulki g'azinasini yig'aylar. Xalqchilikka kulki chaqchaq, latifa, qo'shiq mohirlarini mush bir yerga yig'ayli deb shu orqali xalqimizni yangi kulk xurishlari bilan ta'minlab, hammalarning umrini uzartayli deb. Mana bu Latifchilar klubini qurdik. Shundoq, Latifchilar klubi har vaqt sizlarni qizg'in qarshi oladi. Ay mening gapim bor. Mushuk o'tagan ko'pchilikning bir tali bor. Oldi bilan o'zinglar bir mahorat ko'rsatib beqinglar. Qanday qilsa ko'pchilik to'g'rimi? Bo'ladi. Sizlarni kuldirish biz uchun sharaf. Unda sizdan boshlaylik. Unda cho'ng o'g'anniki. Ma'qul. Ikki do'st bor ekan. Bir-birisi bilan paranglashib qolibdi. Birisi debdi-da, "Adash, bizning shu uydagilar faqat menga g'amxo'rlik qilmaydi. Menga faqat ko'l bo'lmaydi" desa. Og'asi, "Ey, yolg'on so'zimigina. Bultur sen zukam bo'lib qilib, gradusing 40 chiqib ketgan vaqtida uydagilar uni hammasi karotiga o'tib bir kecha o'lishdan qardiga. Desiz, "Menga va u vaqt bizning uyda par to'xtab ketganda ular o'sumurlik kelgan" deydi. Bir yuzda bug'doy pishqandan keyin xalmon tepibdi. Birsiz ha deb xalqning bug'doyini o'zining tag'irib qo'yapti deydi. Birisi kelib, "Ey, o xalqning bug'doyini nima o'zingning tag'irib qo'ysasi? Men yerim sarang. Sen yerim sarang olsang, o'zingnikini nima xalqniki qo'ymaysiz? Unda men butunlay sarang olganman" dedi. Son keldi. Sen baba, o'zingning mard bilan obraz yaratib, buni tomosha bilan kuldimsa. Haqini? Bir shahar bor ekanda, nihoyatda go'zal shahar ekan bu. Bu shaharning faqat bir darvozasi bor ekan. Bu shaharga lekin oqsoqchilar meyib, unda boshqa odamlarni kirgizmaydi ekanda. Kirgizmagandan keyin bir kuni bir to'ko, bir dok, bir tal bundaq dildingbosh. Uchchi bu shahar kirib boqsaq bo'ldi deb u ham o'ylanibdi, mayan o'ylanib, maslahat qilib uchchi bir amal tepdi-da. Bu bir kuni qarab tursangiz, to'ko amal tepdi buni. Adash, bu chapaqini apirib aşu qo'riqninki aşu darvozaning oldiga mushundaqli qo'yamiz. Men herkes menga hamma ulab menga sizlar desa, ma'qul deb bu maslahatlashdi-da. Shunga darvozaning oldiga kelib, chapaqini yerga mushundaqli qo'ysangiz faqat tok saklab menganiki, eliq to'ka atib baqaning keyin burada söyleyeceğim. Deb dokun tutmasa. Ha, dok anın kendi ne yaptı da? Dok. Hakkına da bana dedi. Aman kadar gildim var hemmenin kendi bunu oturup. Desem bunu ko. Sizga keldi, yaxshilar, aytdim. Manga? Uy, men nima demdi? Voy, Meymonlar desin degan. Qo'shaqdim dedi. Qo'shaqmi? Bo'pti, qo'shaq deyapti. Hamma odam xo'sh bo'lsa, kulkilari xo'sh bo'lsa, yana kelib bu kulka yot emas, tunish bo'lsa. Kuldiga yeri yo'qmi buni? Urug' tuqqan qarindosh, chim tugilgan mush bo'lsa, tang saygan qush bo'lsa, kulkilari xo'sh bo'lsa, qandoq? Hech qanday mush bo'lsa, qush bo'lsa deb biqin qilishadigan yo'q. Kuldigimni demamdi. Familiar. Siz yaxshimi tomosha bilan kuldirgan qo'shiqni aytmoqchisiz? Kuldirgan qo'shiq. O'ttiz kishi chiqadigan bunda. Akşam oynagan bog'da altın üzgüm qatdı. Üzümanglar, sormanglar. Taqdir ma'lum qilib qo'ydim. Yaxshi, ulandika. Bu degan kar, bu degan kar. Qanday bo'ladi? Yaxshi. Endi boshlaysanlar. Rahmat. Voy, ko'chatda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avval kichik salomatulloh. Men o'zim azizona Qashqar diyoridan keldim. Xo'sh, unda qolsa, musha maydon bo'ldi. Shu Latifchilar klubi qurilib chiqin deb anglab kelishim. Qarshalamaysiz. Qani. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Hammanglarning Qurban hayitingizlarga muborak bo'lsin. Men birlarga bir ikki yumur etib, bir xushal qilib o'tay. Bir baqqal ustam bir bizningki jutdiki baq kelibdi. Bog'lar bilan bog'ni arlab ketib o'tib, mevalarga ko'z yugurtibdi. Da yugurtib mensitma turib, sizlarning bu bog'ning mevasi bak kichikkan, bak ushoqkan. Bizning jutdiki bog'ning mevasi bak yo'g'on. Encir degan legendek, şaptul degan tumoqdek, o'rik degan bilyardning teshidek bak yo'g'on. Deb gapni qilib menga o'tib, dövlab qo'ygan tog'zi putlashib ketdi. Bog'van baqqal ustamning mirisi tok urib qo'yib, ko'zini qaylab mangala, üzümlük destur tanısa yana. Bir adam safada o'ltirib, qo'lida tizginak bor. Xiyol surib ketibdi da. Mush minutning ichida 1 kilo qo'y go'shti olsa, qozonga sep qo'ysam, sebzi chamg'ollar bilan pishirib yavasam, mangzim degan val qilib ketsa, voy deb xiyol surib o'ltasa, qo'shnisining bolasi tishini ko'tarib kirib qoldi. Aka bir dadam sizni bir sho'rib sağam bo'lsa bir bishini suydim basin debdi. Yo, aqasının dadi bishnasi xiyolmi qilolmaydi endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy. Va qasolarning bolsimi va? Ben yumurta intan berme. Yumurta? Ha. Mushnoda birini chiqadiganini qildi, ko'rib qolganmishlar. Ha, kela. Mehmonlar deysa. Assalomu alaykum mehmonlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Imron Odiljon. Men sizlarga tuanda yumurta izlab beray. Bir kuni bir muallim ikki o'quvchisidan savol so'ramoqchi bo'pti-da. Bir o'quvchi ustga, yana bir o'quvchi o'tganda, usta o'quvchi moyoq chaqirib, "Men senda savol so'rab baqay. Lampochkani kim kashf qilgan?" Idison debdi. Radarni o'chirdi. Kiyori xonim debdi. Yerni tortish uchun kim bayqagan deb. Newton debga to'g'rasa 100 moralda chiqsam bo'ldi desa, ishni shundoqli yechib chiqishiga liqitib bal jugrabli kelib, "Dada, sendan qanday savollarni so'radingiz?" Men sana javobini deb beray, shuni desam bo'ldi. Birinchi so'rgan savolga Idisonda, ikkinchisiga Kiyori xonim, uchinchisiga Newton desam bo'ldi desa, ma'qul deb kirkitdi-da. Malum men senda savol so'rab baqay. Sening dadan kim deb Idison debdi. Opang chi deb Kiyori xonim debdi. Ya bu gaplar sen kim o'rgatdi deb Newton debdi. Vallahi sen yumurni layık yaxshi etding. Ama senin hozirgi vazifang yaxshi o'qish. Sen davomli shu yumur etish maharatini davomlashtirgin. O'qishing yaxshi o'qi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zimiz nerede sorayımız ki? Sekret düştüm karvattin, çaydan neyiniz navattin? Mendin ahval sorsanız özem keldim avattin. Assalamu alaykum. Ro'za o'tgan inson bir tuqumga ko'rishmamsiz? İnsan bir deseydim. Nimada intan bermoqsiz? Qurbapsiz klubni inson beray deb keldim. O'zim to'qqan qo'shoqni mehmonlarga aytib keldim. Uchrab qol sirdoshlar ancha-muncha deb keldim. Yaxshi. Hamisi boshlanib. Eriq bo'lsa, cho'ng bo'lsa, sulri yaqin bo'lsa, bugünkidek ayemde tuqqanlar yaqin bo'lsa, qizib ketdi bu ayem, o'ynab ketdi karomat. Mushundaq qutlug' ayemda keninglar bo'lsin salomat. Hep ayemda bayramda kimi xo'shal kulmisin? Chepdinglar chavashni qilibimiz gullisin. Rahmat. Rahmat. Aman yaxshi qo'shaq deb keldi. Assalomu alaykum. Voy, Abdullah hamon qachon keldingiz? Yaxshi salat Abdullah. Akşam geldim. Nima kelgina? Mendita amışo. Yumurçalar yak latipçiler kulubu qurdiram to. Ay yaqash latipçi, lapachilar klubiga kelgansiz. Ya ukam, latipçiler kulubu deydi o. Latif so'ziga keldingiz. Bir qatnış baqayda. Naq misha shu ayna. Dilshadga mintamati. Oy. Assalomu alaykum.